Assalomu alaykum, Qirg'iz bozor kanali ko'ruvchilari. Bugun 2025-yil 8-noyabr, kungi bo'lsa subota 5 Jalolobod oblasti Manos shahrindagi mol bozor tartib chiqarmoqchimiz. O'tinlar chiqibdir. Bu terek ekan, bu terek emas ekan, qattiq o'tinlar ekan. O'tin so'raganlar borlar. Kechaki bozor tartibli usul bo'lish kerak edi. Telefon nomerlari shunaki. Jalolobod oblasti Manos shahrining yaqin o'rtalarida bo'lsa 10 ming so'mga aylanib qoladi deganlar. Kechaki bozor senasini so'rab olganmiz. Aqchasini. Dirabivkalar. Qari Keling aka. qanday desizmi? Ko'p sotilgan o'xshaydi. Ha, bugun anchalar ketib qoldi aka. 8 ta keladi, o'sha 2 ta qoldi aka. Kechaki bozor aqchasini so'rab olibman men. Aka, aqchasi 17,5 ming beramiz aka, bozorga tarqatamiz aka. 551 bilan 96 26 66. Muratjon. Muratjonda chalaverasiz. Travilka, Qarasuv. Qarasuvdan kelayaptir. Bozorga kirib ketamiz. Tug'an qancha oldi? Sotiladi. Qanchadan o'tganlar? 70 dan desam ham sotiladi aka. Rahmat. Bakki, bag'ilgan buqalar. Kechaki bozordagi buqalar bo'yicha bular bo'lakmi? Ajakani, ajaka o'zlari bor ekan. So'rab ko'ramiz. Bu bozor qanchadan o'tdi? Aka, qancha ekan aqchasi? 80 ming bo'ldi shu. Bozor qancha qildi aka? 78. Assalomu alaykum aka. Qanday yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Ne oldu? Satıldı mı bugün? 690 dan kilogramı. Живой вески 690 dan ötkürdünüz mü? Nani? Ha, nani. Oşanda 690 dan bo'lgan hajaka qanday bo'lib qoladi? So'yib 300 mingga borib qoladi ekan hamnasi. Narxini siz savdo qildingmi? Narxini siz sotildimi? Bundan satıldı ha? Narxini sizda. Narxini 350 ming so'm deyaptir. Har bozor ikkita-ikkitadan jetlab ketsa aka. Barakasi bersin. Haydi rahmat aka. Maşallah. Bu kimden ekan bilmaysiz ya? Ha aka, mallar kimden bilmaysiz? Kimden mallar bilmaysiz? 210 ming so'mga beradi. 210 ming so'mga beradi. Tug'anlar deb ko'p aytaverib, siylaverib desizlar. Sizdan kelishi o'sha yurib qolib turasiz. Endi jamon narsa emas. Jamon narsa bo'lganda ani aytmaydilar, o'ngmaydilar anasida. Tag'indalar, ya'ni zritellarga, ko'ruvchilardan qalovna. Anasida o'ngday so'z aytamiz. Aka, qanchadan ekan aqchasi? 115 ming. 115 mingdan. Jashi 2 yashar. 2 yashar. Bozor qancha qiladi aka sur bo'lsa? 15 dan. 15 dan qiladi. Bozorni bersin aka. Aka, qanchadan ekan aqchasi? 115. 115. Inshaalloh. Jashi 1,5 yashar o'saydi. 2 ga borib qoldi. Paltarashka aka. Bozor qancha qiladi aka? 103. 103 qildi-ku. Maşallah, barakasini bersin aka. Aka, aqchasi qancha ekan buning? 115. Jashi 1,5 yaş. 2 yaş bo'lib qoldi-ku. Paltarashka ekan. Bozor qancha qiladi aka? Sodalashasizmi? Ha, sodalarlik-ku. Ha, bu yoqdagilar savdo bo'ldi. Bular qanchadan aka aqchasi? 130 dan. 1,5 yaş, 2 yaş bu kadar bu anda. Aka, qanchadan ekan? Assalomu alaykum. 120 dan aka. 120 dan. 7 bosh o'xshaydi. 7-8 boshmi? Bozor qancha qiladi aka sir bo'lsa?
Qanday? 110dan. 106'dan 110'dan ya. Oo. Kırgız pazarda gel. Maşallah. Aka pazarını versin. Soda sürüşe versin. Bazarda bardığın tartqız kelet. Kommentarini okudum. Bölüp tartılapsa toluq tart, bazarda toluq tart. Bazarda toluq tartadırgan bolsak 1-2 saatlik video olup kelet. Anı жүктөштеле бар. Şu. Buraya verse dağı toluq, жақсы обзор кылганы. Misal üçün tay buqalarda, 2 yaşar buqalardan, kişine nar жақта torpaqtordan, sağın uylardan tartsak түшүнүктүүрөөк болот, ondan leç. Azır realdy ballarda dele tartkan hareket kılabız, kançadan alındı. Bирок realdy ballarda tarta, misal üçün bul mal satıldı deyli, misalı. Bazardan alып çıkıp ketip atıp, hem kalan senaсын aytıp kotkende, ben oşonsuga, oşondon tartkım kelbey kaldan hiç. Nege degende Russiyadan көрүп атат, комментарий жазып атышат башка жактардан. Аларга кызык. Misal üçün alarga kızık, kançaga alındı, kançaga satıldı. Misal üçün men mынаны өзү негизи 150 миңге алган болсом, чыгып кетип атып 200 миңге алдым деп койгондор да болот экен арасындачы. Ошого biraz ошол жери жакпады. Неге дегенде сиз акча кылып атасыз, алам депчи. Алам деп акча кылып атасыз. 150 миң акчаңыз бар, негизи 150 миңге келет. Бирок мен 200 миң деп койсом, сиз дагы 50 миң сом чогултушум керек экен деп, ошо менен убакыт. Ошол жактары жакпады. Түшүндүңүздөр да мени. Не дегим келгенини. Torpaq kança? Assalamu alaikum. Ha? Ha, Enes menен. Enes бар, кайсы анабы? Enes баягындай российский породаlardanбы, же кыргыз ыйларданбы? İşte aralashgan бар окшойт экен. Канча акчасы канча булат? 180. 180. Канча литр сүт берип атат экен? Select. Баласы ургач экен. 4-нчи баласы, ha? 4-нчи баласы экен. Акчасы укту бар. Сеники канча? 180. Энеси мынабы? Энеси мына экен. Torpaqqa erkek urgachı? Torpaq urgaç eкен. 180 ming so'm. Bozor qancha qilyapti? 160 ming berdi, ha? Tamam, bozoring bersin. Aka aqchasi qancha ekan buni? 160 ming so'm. Bozor qancha qilyapti aka? Sir bo'lib. 140 qildi. 140 ming so'm bo'libdi. Balası erkek. Balası erkek. Erkek. Adamlar içkerideki daha kızık bolat ekan, adamlar qancha qilib atat, ne qilib atatdi. Qirg'iz bozorda ekan. Biroq ayaqda bayagınday olib qatganda, o'ynaydiganlar misalsin 150 mingga algan bo'lsa 200 mingga aldım debdi. O'shansin. O'shancha ichkerida kishini aylanib qo'yili degandek. Aka aqchasi qancha ekan bu? Almayla qo'ymaydi. Nega? Chiroyli mol ekan, olib qo'ying. Aka o'zingiz sotib tartgan jo'q. Qanchada o'tasiz bot? 250. Bozor qancha qildi? Aytib qo'ying aka. Mayli, bozoringizni bersin. Kim kishna uyalibdi. Aka aqchasi qancha ekan buni? Aqchasi 150. Bozor qancha qilyapti aka, sir bo'lmasa? 130 qildi. Ha, maşallah. Balası erkek mi? Urg'achi mi? Yaxshi ekan. Qanchachi balasi? Birinchi balasi o'xshaydi. Birinchi balasi ekan. Aka bozor shunday ekan to'g'ri. Aka aqchasi qancha ekan? 160. Balasi erkak o'xshaydi. Urg'achi. Qanchachi balasi? 5-chi balasi. Yaxshi. Balani yaxshi o'rgatgan, ha? Özünün Kırgız uylardan okşaydı. Mına kunga çağılsın. Жақсы çıkmaya qo'yib o'xshaydi. Aka aqchasi qancha ekan buni?
175 doğdu. 175. Bazar kança kıldı da kesir bolbosa. 155 verdi vermedi. Ha, 155 berdi. Balası erkek eken ha? Bu Osman. Ha, mal boz eken. Balası erkek eken. 155 ming so'm berdi deydi. Beribeptir. Yaxshi eken. Rahmat aka, bazaringiz bersin. Bakan aklı oraman, kökü oraman çok. Aka aqchasi qancha ekan buni? Assalomu alaykum. Alındı bu. 148 milyon. 148 ming so'm. Balasi erkek eken ha? Erkek. Maşallah. Barakali mollardan bo'lsin aka. 148 ming so'm qavlunda deydi. Sen tapmaydan mı? Aka shunday o'tkazib qo'ying-da. Hozir aka bular sotildi o'zi. Sotildi. Qanchadan ekan aqchasi? 150 dan. Bu qaysini balasi bu? Şunun balası erkek. Nan balasi bu. Qancha balasi bilmaysizmi? 3 balası. 3 balasi ekan. Rahmat, aka bazaringiz bersin. 3 baş. Aqchasi qancha ekan aka buni? Assalomu alaykum. 130 veririz. 130 berasiz. Ha. Boğazda bala. Charchab turib, balasi, enasi bo'z. Balasi erkek. Urg'ach ekan, ha? Qancha balasi bu? Birinchi balasi mi? Bana vurun turab. Sanki 1-2 litre var. Hozir dili suti bor deng, ha? Rahmat aka, bazaringiz bersin. Aka aqchasi qancha ekan? 150 ming so'm. Balasi urg'ach o'xshaydi. Erkek ekan. Adashtirib yuribman. Bozor qancha qiladi? Aka sir bo'lsa. Endi rahmat aka, bazaringiz bersin. Aka aqchasi qancha ekan buning? Aqchasi qancha ekan? 150 kam var. Balasi urg'ach o'xshaydi. 150 ming so'm kami bor deydi. Ha, narjoqdan torpoq tortadi. Assalomu alaykum hoji aka. Aqchasi qancha buning? 46. 46 ming. Erkakmi? Erkak torpoq. Bozor qancha qilyapti hoji aka? 40 tepasida pul veriyorlar. 40 tepasida pul berdi aka. Hali hoji aka bazaringizni bersin. Bu yil torpoqda. Aka qanchadan ekan bular? 60 dan. Bozor qancha qiladi? Qirg'iz bozor degan. Pazar var. Ha. 8'den 5'ti. 48 dan berishdi. Tegiz bardi ona. Saga optimallamda 48 ming so'mdan beribdir. Hozir negizi 60 ming deyaptir. Erkek o'shaydi? Bardig'i. Bardi erkek. Sağ. Yaxshi. Başlar baklar ekan. Aka aqchasi qanchadan ekan? Satıldı 61'de satıldı başladı. Ha, 61. Ha, 500 so'm kam 61 dan sotildi. 3 o'tang erkak mi aka? 3 o'tang erkak ekan. Aka turpoqlarni pul qanchadan ekan? 65 dan. Bozor so'rayapti? 60 yarım. 60 yarimdan so'rayapti. Aka bozor. Bozor. Biri arzon sotadi, biri qimmat oladi. Aqchasi qancha ekan bu? 70. Kemi bor. Bozor qancha qilyapti bo'lsa? 63 ming qildi. 63 ming so'm qildi. Aka aqchasi qancha ekan buning? Aqchasi qancha buning? 80. Qo'ldi. 80 ming so'm. Bozor qancha qildi? Tuvan sir bo'lsa. Hozir bölüp berdi. Endi 65 beraylik. ha. Tuvan torpoqlar qanchadan? 65 dan. Bozor qancha qiladi? Qirg'iz bozorda. Ha. Qancha qiladi? 60 dan. Bo'ldi aka, o'tiraman. Ha? 60 dan. 60 dan so'rayapti. Barliq erkak o'xshaydi. Urg'achlarda bor ichida.
Endi bazaring qaysin? Nada, torpoq taqishgan a? So'p. Senalar qanchadan ekan aka buni? Optumga 55 ming so'mdan beraman deydi. Tak 5-6 bosh bor ekan. Qirg'iz bozor. Bardiq erkakmi aka? Bardiq erkak, torpoq bor ekan. Aqchasi qanchadan ekan aka bular? 65-50. Qaysinisi 65, qaysinisi 50? Nasıl 50, narxi 65 ga. Senga qancha? Satollar qancha qoldi? 53. 55. Erkakmi? Chetele bagat kesinglarmi? Ja uyda da var onda. Aka torpoqlarning aqchasi qanchadan? 50 dan. Bozor qancha qilib o'tadi aka? Har xil so'rab o'tadi. Bozorda jamon so'zi bo'lib qolsa. Tarqalmaysizlar, bozor. Az bir aka torpoqlarim tortib berdi dedim. Ne qo'yib dedilar? Topmay qoldim bu. Aka aqchalar qanchadan ekan bularning? 62 dan. Bozor qancha qilyapti aka? Yaxshi so'ragani 57. Ha, Arturda deganingiz ham har qaysini har qanday so'rayapti aka? 857 dan so'radi u. 857 dan so'radi abi. 857 ming so'mdan so'rabdi. Bardiq erkak to'rtta o'tak. Bo'ldi aka, bozorni silasin. Aka aqchasi qancha ekan buni? 120 kim var? Boz bu da. Bilmem, talada жүрген нәрсе. Talada жүрген нәрсе dey. Aka bularning aqchasi qanchadan ekan? 160 dan. Bularning paradasi qanday bo'lib qoladi aka? Bölökçe ekan ha biroq, ha? Biz uylarga qaraganda bölökçeroq ekan. Hangi sorlar? Oldilar aka? Qancha oldi? 140 ming so'm. Aqchasi qancha ekan aka buni? 110 ming. Bozor qancha qilyapti? 98 qildimi? Maşallah. Bozoringiz qancha aka? Hem chiqib realni bolalar tartib qo'ylar, chiqib sirtqa. Maşallah. Turpoq. Qarama, sizdan emasmi? Aka mana sizdan emasmi? Chiroyli bir qo'ygan, ha? Sen nasıl bilmasak dele. Ko'r, tomosha qilib qo'yasizlar. Aka qancha oldi? 120 ming so'm. 120 ming so'm bo'ldi. Bular 2 yashardan o'tib qolgan buqa. Bo'lish kerak, yoshi. Hoji aka qancha oldi bular? 120 danmi? 120 ming so'm oldi. Aka qanchadan bo'ldi? 67,5 dan. Aka qanchadan bo'ldi sizniki? Ha, 5 oy berib. Ha, 5 oy bir ekan. 5 oy 6 oy qancha dedi? Shunday. Jashilib turibdi, sizlar unutib qoltirman qoldim. Tuğanlar, şu menen videonu ayaqtayız. Uy bilen sizlarga tinchlik, amanlik qalayım. Çarabağınızlarga bereke. Video жаққан болса, bir like, подписка, жақсы сөзіңізден комментарийге жазып қолдап, дұқтан беріп қойыңыздар. Ассалаmu алейкум.